Qop-qorong'i bo'lib ketdi tili vatandoshi. Bugunchi 2021-yil 7-ayning 1-kuni vatandosh. Yuqorqi leksiyaning davomi. Jungo Kompartiyasi bilan Jungo Komindangini hamkorlashtirmoqchi bo'ldi. O'xshashli Komindangning tashqi Mongoliyaga egilik huquq talabi qo'yishidan voz kechishini talab qildi. Sovet Bolsheviklar partiyasining Uyg'uriston, Shinjongga Qizil armiya avatishiga qarshi turmaslikni talab qildi. Sovetlar Uyg'uristonga askar avatimiz, buning Komindang yoki Gongchandan qarshi turmasligi kerak. Bo'lmasa pul dollar berilmaydi degan vaqtlar 20-yillar. Yillar shu vaqtlar deymi? 20-yillar vaqtida shu vaqtlar ekan. Partiya, Jungo Kompartiyasi qurilgan vaqtlar. Xabarda bunda ko'rsatildi. 1922-yildan keyin Jungo Kompartiyasining bir necha qatimli qurultayiga qatnashdi Uyejeniskiy Rossiyalik. Lekin shu chaqda qurultayga qatnashgan Kompartiya vakillari Komindang bilan hamkorlashishga qat'iy qarshi turadi. Lekin Sovetlar Ittifoqining pulidan foydalanib tahdid selish muhim rol o'ynagan edi. Maliyan tahdid selib pulni to'xtatishni pesh qilib, Komindang bilan Kompartiyaning hamkorligini g'alabalik o'rinlashtirdi. Jungo Kompartiyasi Jungo Komindangni do'tkab, Jungo Yaponiya cheklamoqchi bo'ldi. Kompartiya Komindang ikkisi do'tkab, Jungo'da Yaponiyani cheklamoqchi bo'ldi. Yaponiya Jungo'da quruqlikqa chiqqandan keyin Stalin Jang Jeshi Komindang hukumatiga nurg'un yordam berdi. Jungo orqali Yaponiyani cheklamoqchi bo'ldi. Shu orqali Yaponiyaning Rossiyaga tahdid selishini azaytmoqchi bo'ldi. Lekin Sovet Ittifoqi o'xshashda Jungo Kompartiyasini qo'llab turadi. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashdi. Sovet Ittifoqi sharqiy shimolga askar chiqargandan keyin Yaponiyadan g'animat olgan qurol-yarog'larning hammasini Jungo Kompartiyasiga o'tkazib berdi. Nikolskiy bunda ko'rsatdi. Obzorcha. Bolsheviklar partiyasi bilan Jungo Kompartiyasining o'xshamaydigan taqdiri. Jungo Kompartiyasi Sovetlar Ittifoqi mangan ko'nikatanga tushib qilishdan qo'rqyapti. 1989-yili Gorbachev Jungoni ziyorat qilganda, bu ziyorat Jungo Kompartiyasi bilan Sovet bolsheviklarining munosabatini asliga keltirish deb qaraldi. 1989-yili Jungo Kompartiyasi Sovet Kommunistik partiyasi mislsiz krizisga duch keldi. Jungo Kompartiyasi bostirish bilan krizisdan o'tib ketdi. 89-yil Tiananmen voqeasida 89-yil Rossiya butun Yevropa tavrash kirgan vaqt vatandosh. Lekin Sovet Kompartiyasi halok bo'ldi. Olimlar mundaq deyishdi, Jungo Kompartiyasini tushunish, Jungo Kompartiyasining vujudidagi Sovet Kompartiyasining genini tushunish deganlikdir. Shundoq bo'lganlikdan Sovetlarning yemirilishi Jungoda zilzila paydo qilib, Jungo Kompartiyasi hozir qo'rqish kasaliga giribdor bo'ldi. Jungo Kompartiyasi Sovetlar Kompartiyasidan nima uchun gumron bo'lganligini to'xtamay hozircha tadqiq qilyapti. Balki vatandoshlar sizlar bu leksiyani zerikib qolishinglar mumkin. Diqqat qiling vatandosh, bu leksiya, bu mavzu Amerika ovozi berilgan suratli xabar Uyg'urga, sizning mening taqdirimga munosabatli vatandosh. Biz hozir bir qadam o'rlab kelyapmiz. Shuningdan qaraganda shuning ishiningki Rossiyada arxiv ochildi. Shu ochilgan kuni anadan keyin sizning ota-bobolaringiz nemishqa setildik,
devletimiz qani deb şu vaqtda qurgan, şu vaqtda qo'ygan savollarga bugun siz bilan biz javob izlayapmiz vatandosh. Bugungi Rossiya Kompartiyasining, Bolsheviklar partiyasining, Jungo Kompartiyasining vujudida genova degan so'zlarning o'zi o'tirg'i chiqishini ko'rsangiz, mush tarixni biz bugun eslab, ayni vaqt ota-bobolarimiz o'tirib qo'ygan savolga bugun 72 yildan keyin siz bilan men javob izlayapmiz vatandosh. Şuna zerikmey anlap qo'ying bu leksiyani.